Aka kuniga 40 qop, 50 qop non yopiladigan ob'yomli joylarga qanaqa non apparat maslahat berasiz? Mana shunaqa non apparat maslahat bergan bo'lar edik. Aka soatiga nechta non yasaydi? O'rtacha hadavo 280-300 gramm nonlardan. Soatiga 780 ta non yasaydi. Bu qancha bo'ladi aka bu bir kuniga sutkasiga shunda? Bir sutkada 68 qopgacha chiqarib beradi. 68 qopgacha non mash chiqarib beraveramiz apparat. Chiqarib beradi 68 qop. Aka gap isboti bilan bo'lsin. Marhamat. Mana gap isboti bilan ko'ramiz. Sekundnomeriga 1 minutga solamiz, nechta yasaydi ekan? 1 soatga chachamiz. Aka, tayyormisiz? Tayyor. Qo'ying. Mana bismillah. Ketdi mana boshladik. ...280 grammli yog'li non. Qo'ying. O'chiring, nima o'chirasiz aka? O'chiring. Bo'ldi. Akalar ko'rdinglar mana, oling, yasalgan nonlar oling. Akalar ko'rdinglar mana 1 minut 5990. Sanang aka non nechta bo'ldi? 3 ta, 4 ta, 5 ta, 4 9 ta, 10, 11, 12, 13, 14 ta. Akalar guvohi bo'ldinglar mana 14 ta hadavoy 280 grammli nonimizni yasadi. Ko'rishlar mumkin 1 minutda 14 tami bu? 14. Ko'payib ketdi bu. Oldingizda 780 nechta bo'ladi endi hozir? Kalkulyatorga kiringchi. O'rtaga ko'paytiramiz. 840 ta bo'lib ketdi. Akalar 780 ta deb o'yladik. Haqiqatda yana ham tezga qo'ydik. 640 nima bo'ldi hozir? 800. 780 ta va 840 ta non chiqar ekan. Endi ko'paytiringchi aka. 24 soatga. Akalar nima bo'ldi shundan hozir? Nima bo'ldi? Значит, bizda soatiga 73 qop chiqar ekan. Demak, akalar ko'rishlar mumkin, to'xtamasdan ishlashinglar 73 qopgacha non chiqishi mumkin ekan. 40 qop qayda-yu, 73 qop qayda aka. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Sog' bo'linglar. Aka, hozir buni eng tezida yasadingmi? Yo, buni hali bundan ham tezlattirsa bo'ladi.